Ey xudo, shinam choyxonasi shatta bo'lsa kerak, hozir men ko'rsataman telefonda olmaslik qana bo'lishini. Sitorami? Voyimey. Sitora? Mardonbek, siz bata nima qilyapsiz? Men-ku choyxonada o'rtoqlarim bilan o'tiribman. Siz choyxonada nima qilyapsiz? Asabim uzilyapti, xo'jayinim telefonni ko'tarmayapti. Har kuni choyxona. Bir minglab biz ayollarga ham vaqt ajratasizlar, Mardonbek. Sitora, sizlar ayollar choyxonani mazasini qayerdan bilardilar-eng? Qani bir o'sha mazasini bir bizga ham tushuntiringlar-chi? Biz erkaklar choyxonaga sinfdoshlar yoki qadrdonlar bilan mazza qilib oilaviy yoki ishdagi muammolardan chalg'ib ozgina bo'lsa ham dardlarimizni unutgan kelamiz. Bu yerda salqin so'rilarda yoki konditsionerli, televizorli, Wi-Fi bor ixcham va shinam xonalarda mazza qilib yonboshlab o'tirganimizda charchoqlarimiz chiqib ketadi. Choyxonada mazali osh, pirojok, siltama, dimlama sho'rvalarni yeb, ro'zg'orni g'amini yeyish uchun yana quvvatga to'lamiz. Shinam choyxonasida ayniqsa uncha joyda o'xshata olmaydigan payli oshni ham keltirib tayyorlab berishar ekan. Shuning uchun men ham aynan Shinam choyxonasiga keldim. Menimcha xo'jayiningiz ham shuning uchun aynan Shinam yegan bo'lsa kerak. Shinam choyxonada hordiq olishingiz uchun barcha sharoitlar bor. Ofitsiantlar ham xushmuomala bo'lib, nima desiz, xo'p bo'ladi aka deb olib kelishadi. Ishdan charchab uyga kelsangiz xotin javrashini eshitgandan ko'ra shu yaxshi-ku. Hurmatli ayollar, eringizni uzoq umr ko'rishini xohlasangiz Shinam choyxonasiga tez yuborib turing. Endi tushundingizmi, Sitora? Ha, Mardonbek, endi tushundim. Erkaklarda shuncha dardi bor ekan, biz bilmas ekanmiz-da, qarang. Hurmatli erkaklar, bu videoni xotinlarga tashab qo'ysalar ham boshqa choyxonaga qarshilik qilmaydi. Manzil Farg'ona shahar aeroport kotej orqasida, Yannickga Farovon turmush 205-A deb yozsalaring chiqadi. Murojaatchi quyidagi raqamlarga bog'langlar. Bu videoni kimga jo'natishni bilasizlar?